5,5 sotuvlik uchastkani, tayyor remontli uchastkani sizga taklif qilmoqchiman. Narxi 135 ming, har doimda kelishiladigan joylarimiz bor. Yunusobod 3 Qahramon postidan bilsiz kirib kelamiz. Shodlik to'yxonadan uchimizdan 50 metr yo'l yuzidan kirib kelganimizda bizning mana shu hovlimizda 5,5 sotuvga qurilgan g'ishli imoratimiz. Mana qarang, asosiy darvozadan kirganimizda uzungina katta daroshka hovlimiz va bu binomizning orqa tarafida yana ham hovlisi bor. 5 ta xona, 4 ta sanuzel va bitta hol bilan oshxonadan iborat. Mana ko'rayotganingizdek, to'g'rimizda bizda yashil hududga joy qoldirilgan, fasadlarimizda traventin, jemchi juda ham chiroyli ko'rinib turibdi. Tashqi sanuzellarimiz mavjud. Keling, men uy ichini ham ko'rsatib chiqay sizga. Kirishimiz bilan bizning kattagina hol bo'ladi. Holni ham ko'rsangiz juda ham katta. Shu holimizdan bizda hamma xonalarga tarqalgan. O'ng tarafdan boshlaydigan bo'lsak, bizda mehmon kutadigan xonamiz, zalimiz bor. Remontlari a'lo holatda, tayyor kirib yashaydigan. Menimcha, buni uchastka 5,5 sotuvligi 135 ming, yana kelishiladigan joylari bor, zo'r narxda bilaman. Mana orqa tarafini ko'rsanglar ham bo'ladi. Bu tarafda ham tashqi sanuzel bor, yashil hudud bor va bu yerda o'tib ovqatlanib va yozgi oshxona o'zingiz uchun sharoit yaratib qo'ysangiz, maza qilib foydalanadi. Bu tarafimizda bizda bitta spalniyamiz bor, xuddi mana shunday zalga o'xshagan diametr juda ham katta spalniyda. Endi shaxsiy narsalar borligi uchun kelib joy ko'rib chiqaverasiz. Mana biz yana holga qaytyapmiz. Shu holimizda bizda общий sanuzel. Xonalar sanuzellari hammasi bag'riga katta-katta. Bu tarafimizda esa bizda spalniyamiz. Bu spalniyaning o'zining sanuzeli ham mavjud. Hop, bu bizda 3-xonamiz bo'lyapti. Keling, 4-xonamizda bizda mana detskiga moslangan xona. Va bu xonada ham orqa tarafda hovlisi bor. Endi havo aylanishiga, yoritishga o'ylab topilib qilingan proyekt. Va bizda 5-xonamizda mana spalniyamiz bo'ladi. Bu spalniyaning o'zida ham o'zidan sanuzeli bor. Patologlarning balandligi ham 1,4-4,5 metr bo'lsa kerak, agar 5 metr bo'lmasa. Oxirgi joyimiz bizda oshxona. Marhamat, oshxonamiz ham juda ham katta, uzun eski kuxna garnituri mavjud. Kuxna garnituri har doimdek qoladigan. Xullas, mana shu oshxonaning o'zida bemalol mehmonlarni ham sig'dira olasiz, o'zingiz ham oilaviy o'tirib zavtrakablik uchunga juda ham bemalol komfortli xonamiz. Xullas, aytganimdek, Qahramon postidan o'chimizdan Shodlik to'yxona, o'chimizdan 50 metr mahallaning ichiga kiramiz. 5,5 sotuvlik uchastkamizdan 135 ming boshlang'ich narxda siz xarid qilishingiz mumkin. Ma'lumot uchun telefon raqamlarini ham qildiraman, telefon qilib aloqaga chiqasiz.